Har yili minglab yoshlar o'zlari orzu qilgan oliy ta'lim muassasasiga kirish yo'lidagi ilk jiddiy imtihonni aynan test sinovlarida topshiradi. Jazirama quyosh ostida farzandining imtihondan chiqishini sabr bilan kutayotgan ota-onalar uchun ham bu kun oson kechmaydi. Poytaxtimizdagi Yoshlik sport majmuasida test jarayonlarini kuzatdik. Imtihon boshlanganiga 10-15 daqiqa bo'lganiga qaramay, binodan chiqayotgan abituriyentlar e'tiborimizni tortdi. Muxbirimiz Tilov Boboyev mulohazalarda davom etadi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan bu insonlar hech qanday chegirma uchun navbatda turgani yo'q. Ular farzandlarining imtihondan chiqishini kutayotgan ota-onalar hisoblanadi. 40-45 daraja haroratga qaramay bir necha soatdan buyon ular shu yerda. Ularning nigohi imtihon binosi tomon qaratilgan. Havoni harorati 45-50 gradus darajada issiq. Siz deyarli 1,5 soat, 2 soatdan ortiq farzandingizni kutib o'tiribsiz. Kutib o'tirman. Endi baribir otaga bu juda yaxshi bo'ladi, kutib o'tirib, baribir farzandini natijasi ota uchun baribir undan katta baxt yo'q. Iloyim hamma, mani qizim, boshqa qizlar ham hammalik eson-omon kirib, chiqib, Xudo xolasa hammani xursand qilishsa, hammaga omad tilayman. Issiqda ilib qolgan suvlardan tortib tez yordam mashinasigacha, nazoratchi mutaxassislardan to xizmat itlarigacha bir manzilda. Abituriyentlar imtihon bo'lib o'tadigan bino tomon yurar ekan, ularning hayajoni yaqqol sezilib turibdi. Soat 15:00. Kunning ikkinchi qismi uchun mo'ljallangan imtihonlar boshlandi. Ba'zi abituriyentlar test boshlangandan ko'p o'tmay auditoriyani tark etgani e'tiborimizni tortdi. Mana bu stollarda bundan 3 yil oldin men ham o'tirgandim va o'shandagi fikrlarim, hissiyotlarim haqida hech kimga ayta olmaganman. Yoshlik sport majmuasidagi abituriyentlarda bu imkoniyat bor. O'zbekiston telekanalining Jarayon informatsion dasturi ijodkorlari aynan abituriyentlarning fikrlari bilan qiziqdi. Hop, hozir rus tilidan 2-1 ball beradiganlar va qo'yani 1-1 ball. Bemalol xotirjam gapiryapsiz hozir. Shu darajada yaxshi o'tdimi testingiz? Ha, bo'ladi. Yomon emas. Testni 5 yoki 10 daqiqada tugatib ketayotganlarga ko'zingiz tushdimi? Yo'q, 5 omad emas, 20 omadda chiqib ketganlar bo'ldi. Bilgan narsalar tushdi. O'zingiz bilgan narsa. Nechta savolga javob topasiz? Xolasa endi o'ylaymiz hammasi. O'ylayman 60 ta savol bo'lsa, 45 tasini to'g'ri topdim deb o'ylayman. Chunki matematika osonlik qildi. Shu 10 tadan 10 tasini topdim deb o'ylayman. Eng qiyin bo'lgani shu tarix bo'ldi. 10 yoki 15 daqiqada tugatib ketayotganlarni ham ko'rdingizmi? Ha, uzoq yarim soatda chiqib ketadi ko'pchilik. Ular fikringiz qanday? Ular juda aqllimi yoki tavakkal qilyaptimi? Menimcha tavakkal bo'lsa kerak. Siz ham tavakkal qildingizmi? Yarmini. Testlar o'tkaziladigan mazkur maydon bir smenada 1140 nafargacha abituriyentni qabul qila oladi. Ro'yxatdan o'tganlarning ayrimlari imtihonga kelmayotgani to'g'risi tushunarsiz. Joriy yilda oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun 664.609 nafar abituriyent ariza topshirgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilgiga nisbatan biroz kam. Test sinovlari abituriyentlar uchun bir necha soatlik jarayon bo'lsa, ularning ota-onalari uchun bu muddat yanada uzoqroq davom etadi. Jazirama issiqda ko'zlari imtihon binosi eshigida bo'lgan bu insonlar uchun eng katta natija farzandining yuzida tabassum bilan chiqishi. Mazkur imtihon ular uchun faqatgina bilim sinovi emas, balki oilaning ertangi kuniga ishonchi hamdir. Eslatib o'tamiz, 2026-2027 o'quv yili uchun davlat imtihonlari 14-yildan boshlangan bo'lib, 23-yilga qadar davom etadi. Tilov Boboyev, Sherzod Ergashev, Jarayon informatsion dasturi uchun Toshkent.